Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar. Demak, 2026da taqdiringizni uchratasizmi? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Bugun 3 ta variant qilamiz. Bu kartalarimiz Tarot kartalari birinchi variant. Bu kartalarimiz demak ikkinchi variant. Bu kartalarimiz uchinchi variant. Demak, bu Rohiba Tarot shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 90 930 0907. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Kartalarni tanlagan bo'lsangiz, demak biz boshlaymiz. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar. Demak, taqdiringizdagi insonni uchratasizmi? Taqdiringizdagi inson keladimi? 2026-yilda deb olamiz. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarni energiyasi 2026da. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarni hayotiga yangi inson kirib kelishi bormi? Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarni yangi inson kirib kelishi bormi? 2026da taqdirdagi insonni uchratadimi? 2026da taqdirdagi insonni uchratadimi? Tushunarli. Xo'p, demak bu yerda nimani ko'ryapmiz? Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar energiyangizda bo'ladigan bo'lsak, 2026da Korol Meche kartamiz tasvirlangan. Demak, bu karta bizga nima deydi? Bu demak bizda tuyg'ularni o'chirib qo'yib, aqlan ish tutadigan qirolimiz hisoblanadi. Demak, именно ayol kishimizga mana shu karta tushayotgan bo'lsa, demak ko'rishimiz mumkin, siz ko'proq musko xarakterga ega energiyada bo'lasiz. Bu yerda misol uchun уже Korol Mechedagilar nima uchun bunaqa sovuqqon bo'lib qolgan bo'ladi? Chunki o'tmishida juda ham ko'p kuyishlari bo'lgan bo'ladi. Mana shu qalbingiz kuyavergani sari, demak siz sovuqqon bir musko xarakterdagi ayolga aylanib qolganingizni ko'rsatadi. 2026da demak energiyangiz da nima kelding, hop, nima xohlasan, konkretni gapir, mana shunaqa energiyada bo'lishingizni ko'ryapmiz. Ya'ni uncha odamni yoningizga qo'ymaysiz, kelgani bilan demak konkretikani so'rab oladigan energiyada bo'lishingizni ko'ryapmiz. Demak, bu yerda 2026da o'zi hayotingizga kimdir kelishi bormi? Восьмерка кубков, паж мечей и двойка жезл kartalar tushyapti. Bizda восьмерка кубков odatda o'tmishdagi insonlarni qaytishini ham ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin 2026da o'tmishingizdan ketgan insonlar qaytib kelishi mumkin deb bizga kartalar ogohlantiradi. Paj mechey kartamiz, demak bizda ko'rsatadiki, erkak figura bu figuramiz. Bu yerda o'sha internet tarmog'i orqali tanishishingiz mumkin deydi. Demak, o'sha yoshingiz kattaroq bo'lsa, o'zingizdan yoshi kichikroq bir inson kelishi mumkin deb ko'rsatadi. Lekin bu kartamiz hali qirol emas, ya'niki hayotingizga kirib kelgan inson bu juda ham bir demak qattiq jiddiy munosabatlarga tayyor inson kirib keladi deb ko'rsatmayapti kartalar. Demak, двойка jezl kartamiz esa bir nechta tanlovlar bo'lishini, kamida demak 2 ta tanlovingiz bo'lishi 2026da bor ekanligini ko'rsatadi. Endi taqdiringizdagi inson keladimi 2026da deb ko'rib oladigan bo'lsak, o'zi mana taqdir kartasi tushyapti. Колесо судьбы. Bu bizni demak taqdir kartamiz hisoblanadi. Yonida колесница kartasi tushyapti. Demak, bu дорога, bu yo'l, bu harakat, bu движение kartamiz. Demak, bizda taqdirdagi inson уже kelishi bor deb ko'rsatadi. Lekin bu munosabatlar juda ham og'irroq munosabat bo'ladi. Bu yoki sani taqdiring yoki demak sani sinoving bo'ladi deb ko'rsatadi. Chunki peterka mechey kartamiz bizda urushdan keyingi holat. Bu yerda mag'lublar ham, g'oliblar ham yo'q. Ya'niki og'irroq munosabatlar keladi. Mana taqdiringdagi inson kelishi bor deyapti kartalar. Faqat bu og'ir munosabat bo'ladi. Mana shu og'ir sinovli munosabatdan o'ta olsang, bu inson taqdiring deb ko'rsatadi. Agar yo'q og'ir munosabatlardan misol uchun o'ta olmasang, qo'lingni siltab ketsang yoki kompromiss yechim topa olmasangiz, bu yerda demak bu inson sizga sinov tariqasida kelgan bo'ladi deb bizga kartalar ko'rsatadi. Juda ham qiziq variant bo'ldi. Birinchi variant menga juda ham
yo'qdi. Keyingi yil yozib ketinglar. Qanday bo'lganini. Xo'p, demak ikkinchi variantni tanlaganlar. Xush kelibsizlar. Ikkinchi variant mana bu kartalarimiz edi. Demak, ikkinchi variant ko'rib olamiz. Ikkinchi variant yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarning energiyasi 2026da. Voy, ikkita kartamiz tushib ketdi. Demak, ikkita karta bo'lishi kerak. Juda ham zo'r. Xo'p. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarning hayotiga kirib keladigan insonlar bormi? Dahshat. Xo'p. Yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlarning hayotiga ikkinchi variantni tanlaganlar. 2026da taqdirdagi inson kelyaptimi? 2026da taqdirdagi inson kelyaptimi? Judayam qiziq. Bu уже boshqa kartinka. Bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? Demak, nimani ko'ryapmiz? Energiyangiz deganda desyatka kubkov и karta zvezdamiz tasvirlangan. Bu yerda demak nima deb ayta olaman? Oilaviy energiyada bo'lasiz, ya'niki oila qurishni istaysiz, nikoh qilishni xohlaysiz. Mana shunaqa demak bo'ladi-ku, baribir ayollik bizning instinktimiz bor. Misol uchun rafiqa bo'laman, ona bo'laman degan holat. Mana shunaqa ona bo'lishni istash energiyasi, demak oila qurish istash energiyasida bo'lasiz deb ko'rsatadi. Bu yerda ko'pchilik nikoh ham bo'ladi 2026da. Nikoh qilishi ehtimoli juda ham katta. 2026da yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar. Faqat qarang, demak nima bo'lyapti? Qanday inson kirib kelyapti? O'zi bu kim kirib kelyaptimi deb ko'rganimizda ritsar mechey kartamiz tasvirlangan. Lekin yonida karta Diyavol и imperatriца kartalar tushyapti. Demak, yolg'iz ayollar, yolg'iz qizlar yoshingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, demak, o'zingizdan kichikroq bir inson kirib keladi deb ko'rsatadi va u ayoli bo'ladi. Karta Diyavol bizda aldov, ya'niki sizni aldashi mumkin. Misol uchun men oila qurmaganman, meni ayolim yo'q deb aldashi mumkin. В целом, demak, ko'rishimiz mumkin, hayotingizga kirib keladi, faqat aldov yo'li bilan kirib keladigan bor deb ko'rsatadi bizga kartalar. Demak, taqdiringizdagi inson kelyaptimi? Mana imperatorni o'zi tushyaptilar. Bu yerda demak imperatorimiz borda. Imperatorimiz bizda demak turmush o'rtog'imizni ko'rsatadigan kartamiz hisoblanadi. Dvoyka jezl bilan kelganda demak ikkita variantimiz bo'ladi deb ko'rsatyapti bizga kartalar. Demak, o'sha oila qurish uchun, nikoh qurish uchun sizga variant bo'ladi, lekin ehtiyot bo'lib tanlashingiz kerak. Chunki bu yerda noto'g'ri tanlasangiz, mana sizni demak nima kutyapti? Peterka jezl, peterka kubkov, afsuslanish, urush, janjal, tortishuv kartalari tushyapti. Deb demak mana karta silamiz ham bizda olishuv, kurashuvni ko'rsatadigan karta. To'g'ri tanlov qila olmasangiz, mana shu demak ikkita tanlovingiz orasida to'g'ri tanlov qila olmasangiz, bu yerda demak afsuslanishingiz, tortishuv holatlari bo'ladi deb ko'rsatadi. Demak, hayotingizga sizni ham 2026da ikkita inson kelyapti. Iloji boricha demak ayoli borini tanlamang. Bu yerda mana ayoli bori kelayotganini ko'ryapmiz. Faqat o'sha aldov yo'li bilan keladi. Misol uchun keladigan inson foydalanish maqsadida, qo'pol qilib aytganda, demak o'zini yolg'iz ayol bo'lsangiz, o'zini qondirish maqsadida deymizmi, mana shunaqa yo'lda keladi deb ko'rsatadi. Shu sababli ham ikkita inson kelganda o'shandan ayoli borini tanlamang deb kartalar ogohlantiryapti. Demak, bu yerda uchinchi variantni tanlaganlar. Uchinchi variantlar mana bu kartalarimiz edi. Xush kelibsizlar. Demak, biz ko'rib olamiz. Uchinchi variantni taqdiri kelyaptimi 2026da? 2026da taqdiringizni uchratasizmi? Demak, xo'p, 2026da uchinchi variantni tanlaganlarning energiyasi. 2026da uchinchi variantni tanlaganlarning energiyasi. Tushunarli. Xo'p. 2026da hayotiga kimdir kelishi bormi? Uchinchi variantni tanlaganlar. 2026da hayotiga kimdir kelishi bormi? Uchinchi variantni tanlaganlar.
ortiga kimdir kelishi bormi? Uchinchi variantni tanlaganlar. Uchinchi variantni tanlaganlar taqdirdagi inson keladimi? 226. Uchinchi variantni tanlaganlar taqdirdagi inson keladimi? Taqdirdagi inson keladimi? Tushunarli. Bu kartinkamiz ham umuman boshqa bir kartinka bu tushayotganini ko'ryapmiz. Demak, energiyangiz karta повешенный и король pentakel kartalarimiz tasvirlandi. Bu yerda bizda bu kartalar nima deydi? Energiyangizda повешенный kartamiz mana oyoq qo'l bog'langan, ilingan holatda tasvirlangan karta. Korol pentakel esa bizda demak finansga javob beradigan qirol hisoblanadi. Demak, bu yerda nimani ayta olaman? Energiyangizda to'xtov holati bo'ladi. Ya'niki, aytaylik, o'zingiz ham juda ham bir istamasligingiz mumkin, mana shunaqa qanaqadir holatda bo'lasiz. Ya'niki, bu o'ylov kartamiz. Inson hamma narsadan charchab, o'zini demak o'ylovlarida o'ylashini ko'ryapmiz. Karta повешенный bizda demak holatni to'xtab qolishi bo'lgani bilan, lekin analiz vaqtida ham hisoblanadi. Energiyangizda demak analiz payti ketishini ko'ryapmiz. Korol pentakel energiyada bizda demak ko'proq o'sha ish masalalari, pul masalalari bilan band bo'lishingizni ko'rsatadigan kartamiz hisoblanadi. Bu yerda demak hayotingizga kimdirlar kelishi bormi deb ko'rib olganimizda desatka pentakel kartamiz tushyapti. Hayotingizga demak oilali inson kelishi bor. Lekin o'sha oilali inson kelganda u aldov yo'li bilan keladi deb ko'rsatadi. Semirka mechey kartamiz bizda aldovlar demak bizni o'sha qanday tushuntirib bersam ekan? Bizni ayyor rejalarimiz, mana shunaqa desam to'g'ri bo'ladi. Demak, ayyor rejalari orqali keladigan uylangan yigit yoki erkak bo'lishi bor ekanligini ko'rsatadi. Troika kubkov kartamiz ham bizda demak o'yin kulgu, yengillik kartasi. Hayotingizga kelishidan maqsad uni yengillik, ko'ngil xushlik bo'ladi deb ko'rsatadi. Endi bu yerda taqdiringizdagi inson kelyaptimi deb ko'rib oladigan bo'lsak, karta bashня, desatka mechey kartalar tushyapti. Yoki siz hozirda misol uchun kim bilandir demak munosabatda bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha yo uyali yo buyali turgan bo'lsa, munosabatlar 2026da tugaydi deb ko'rsatadi. Bu yerda hayotingizga qandaydir bir insonlar kelishi bo'ladi, yo'q emas. Tuз kubkov kartamiz bizda demak boshlanishlik kartasi hisoblanadi. Bu yerda ehtiros, bu yerda muhabbat bor. Lekin aniq demak oila qursa bo'ladigan, nikoh qursa bo'ladigan demak inson kelishi yo'q deb bizga kartalar ko'rsatmoqda. Ko'proq e'tiboringiz o'zi shundoq ham oiladan ko'ra, nikohdan ko'ra ish bilan band, pul topish bilan band bo'lishini ko'ryapmiz. Xo'p, demak bu rohiba taro bo'ldi sizlar bilan. Yana qaysi mavzularni ko'rishni xohlaysizlar, kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.